Assalomu alaykum azizlarim, kanalimda birinchi videosiga xush kelibsiz. Bugun men uchun juda ham unutilmas kun. Bugun azizlarim 40 yosh bo'ldim. Har bitta pulga sotib olingan narsa eng arzon narsadir deganday 40 yosh bo'lganimda boshqacharoq fikrlab o'zim uchun nima desam, hayotimda qaysidir quvonchli kunlarimda videolarga olib joylash uchun, xotira bo'lib qolish uchun, Alloh umr bersa 5 yil keyin, Alloh umr bersa 2 yil keyin qanaqa o'zgardim, qayerlarda yurganman, o'shalarni ko'rib, tomosha qilib yurish uchun yangi kanal ochdim. Yangi kanal ochishga qaror qildim. Oldinlari bir odatim bor edi. Har yil tug'ilgan kunimda o'zimga kichkinagina hech bo'lmaganda ko'zmunchoq podarka qilardim o'zimga o'zim. Keyin o'zimda tug'ilgan kunimga o'zimga ko'zmunchoq podarka qildim deb yurardim. Bu yil esa 40 yosh bo'lganim uchunmi bilmadim, fikrlarim o'zgarib, birinchi navbatda masjidlarga borib, Allohim menga shunaqa sog'likli, uzoq umrlar bergani uchun Allohimga rahmatlar aytdim. Ibodatlar qildim. Hozir ro'za Ramazon oylarida yaxshi niyatlar qilib borib masjidlarga namozlar o'qib keldim. Hamma ro'za tutganlarni, musulmonlarni Allohim ro'zalarini qabul qilsin, o'qigan namozlaringizni qabul qilsin. Kelajakda bu videolarga qarab o'zimni qanday o'sdim, qanday o'zgardim, ko'rish yoqimli bo'lishini o'yladim. Agar sizga bu kabi samimiy vloglar yoqsa, meni qo'llab-quvvatlab turishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlarning har bir fikringiz men uchun juda ham qadrli. Bugungi videoni tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Yangi boshlayotgan Yulduz vlog yo'lida meni yolg'iz qoldirmang. Men sizlarni g'oyibona bo'lsa-da ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men bu videoga, bu kanalimga hayotimda nimalar bilsam, nimalar qilsam hammasini qo'yib bormoqchiman. Nima desam, 40 yoshga to'lganlarga, chet davlatda yurganlarga buni albatta tavsiya qilaman. Siz ham o'z kanalingizni ochib, kanalingizda o'zingiz uchun xotira bo'lib qolishi uchun ana shunaqa videolarni olib, rasmlarni olib joylab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Meni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'lasiz. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonat sizlar.